Eng arzon vodiy kanalida arzon narxda Gentra mashinasi bor. 2022-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya avtomat mashina. Mashinaning kraskalari top-toza ekan. Shu bu yerda nuqtasi bor ekan, ko'rsatib bering. Xo'p, Amerikanka faralari zo'r balonlar taqilgan. Mana ko'ryapsizlar, zo'r turibdi. Salonlarning holati ham zo'r turibdi. Salonlarning holatini qaranglar, chexollar, qimmat chexollar tashalgan. Monitori bor. 62 ming kilometr. Xo'p, yana bir marta qarab olyapman. Yuklari ishlayapti. Propanlar o'rnatilgan ekan. 4-paketga tabletka propanlar o'rnatilgan ekan. Optra stoplari ham bor. Ishlamasiga. Xo'p. Mashinaning kraskasi toza. Bitta mana shu Kirillodi, mana shu joyida mana. Mana shu yerda kosmetika joyi bor ekan, xolos. Bunda uzun chiziqli kosmetika qilib qo'yishgan ekan. Hamma yo'qni yaxshilab tekshirib olaverasizlar. Turishi zo'r. Bemalol kelsalarga yoqadigan mashina. 2022 yurgani ham ko'p bas. Xo'p, $12,300 ga berib oladi. Telefon qilib bemalol baraka qilsanglar.